bilgan bo'yicha men haqiqatni gapirishga qo'ymayapsizlar sizlar. Nima kirgizdirmayapsizlar? Bosh vazirni oldiga. bosh vazir qabulida bor ketish. Sen olib ketmagan saqali. Sen otang bilan onang bilan borishing kerak. Sen ishni oldimni sen aqonni xatti-harakat qilishga majbur qilma. Tushundingmi? Menga gapim bor. Turma. Bizni ish holatimizga xalaqit berma. Xalaqit berganimiz yo'q. Haqiqatni gapiramiz-da biz. Qabulga boring. Qabulga borib bo'ldi-ku 10 martaba bordik. Hammasi shiringa tarafsiz. Bizning ishimiz bor. Bu bilan bizning ishimiz bor. Shuncha odam bilan ishlayapti. Aynan men ishimni tayyorlasizlar. Nimaga men Shu bular dadam chiqarmoqchi emas-da, haqiqatni gapirmasin deyapti-da. Yopishib faqat meni ishimni tayyorga qo'rqitib qo'yasizlar. Nima jinoyatchimi odam ozodlikni cheklash. Haqiqatni gapirgan sanayapti. Mana shu tomon jamoat joyi berdi. Menga nima e'tirozingiz bor? Biz sog'liqqa rosha qo'yib atrofida xuddi odam o'tirganda Yo'q, uyda chiqmaydi. Qonun talab bilgani ham yo'q edi sizlar. Biz hozir menga e'tirozingiz bormi? Yuring ichki ishga ketamiz. O'g'lim endi Men bu yerda savoliga. Ha, o'rayapti. Sentrga chiqqandim, hozir Mars o'g'lim aytadi. Hammasini Opa shunday polni o'ragan biz eshigimiz qalbim deyapti-da. Yuringlar ketishlar ekan. Nimaga? Ketasan. Bosh vazirni oldiga. Chiqayotgan yo'q-ku. O'sha chiqmasligi uchun ta'minlashimiz kerakmi? Nega aynan o'sha bizni eshiklarga borib qaror qilyapti mashinalar? Chiqish kerak emas, chiqsa biz ta'minlaymiz. Sizlar qo'rqasizlar-da, haqiqatni gapirmasin deb. Haqiqatni gapiryapti, dadang. Nima gapni? Internetda gapiryapti. Haqiqatni gapirgan sizlar qamayapsizlar. Haqiqat yo'qmi? Gapiraveradi oxirigacha. Yuringlar ketib bosh vazirni oldiga. Ketishlar ekan, yuringlar mahallaga. Assalomu alaykum. Muhtaram prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Mana bugun 2025-yil 23-mart. Meni bu murojaatim men o'zim Sirdaryo viloyatining Oqoltin tuman Saxovat mahalla Yangiobod ko'chasida yashayman. Soyib Furqatman 5 nafar farzandni otasiman. Muhtaram prezidentimiz, bizda Saxovat mahalla raisamiz bor, bir To'rayeva Shiringul degan. Mana shu gazetaga chiqqanda mana 10 marta sudlanganligi. Mana sizda chiqarmagan qarorlaringizni gapirib, yolg'on gapirib, hojatxonalarni syomka qilib, mana mahallamizga kirib, mahalladan ko'chirib o'ramiz deb yolg'on ma'lumotlar videolarga olib internetlarga tarqatyapti. Bunga chora hech kim ko'rmayapti. Muhtaram prezidentimiz, bu bir nechta fuqarolarda, bitta fuqaroni hojatxonasini emas, yon qo'shnilarini ham lekin 10 marta sudlangan. To'rayeva Shiringul uchun menga mana 1 yildan beri davom etib ketyapti. Mana shu men tergov jarayonida mana yozib berganman. Mana tergovda menda borgan, tergov bo'lgan, lekin tergovda bergan показаниям yo'q, ko'rgazmam. Sudda tergovda mutlaqo boshqacha men ko'rgazma berganman. Mana menda originali turibdi. Shuni tergovchining o'zidan olgandim. Mana yerda qo'shib qo'ygandim. Mana yerda unga To'rayeva Shiringulga bu ham kamlik qiladi deganini qo'shib qo'ygan ekan. Kompyuterdan boshqatdan chiqardim-da, buni olib qoluvdim o'zimga. Ko'tarsin mana Respublika prokurorimiz Nig'matullo Yo'ldoshev, hurmatli bosh prokurorimiz, nazoratga oling. Kecha bayramdan oldin siz shaxsan korrupsiyaga qarshi kurash deb asa gapirdingiz. Lekin Oqoltinda haqiqat yo'q. Haqiqat yo'q. To'rayeva Shiringul lishna mana shu mahallamizga mahalla rais bo'lgandan beri menga to'sqinlik qilyapti. Shaxsan menga to'sqinlik qilyapti. 102 ga ham qildik. 1102 ichki ishlar vazirligiga ham qildik. 1000 raqamiga ham qildik. Viloyat prokuroriga 2 martalab ariza berdik. Yo'q, hammasini rad javobini beryapti. Mana hozir men videolarni qo'shib tashlayapman. Muhtaram prezidentimiz, men sizga qo'shib tashlayapman. Menga orqaga yo'l yo'q. Men haqiqatni gapiraman. So'z erkinligini muhtaram prezidentim siz bergansiz. Men sizning so'zlaringizga ishonib men gapiraman. Har bir fuqarom o'z haqqini talab qilgan degansiz. Bugun ichki ishlar vaziri
ligidan Oqoltin tumanimizga vazirlikdan keldi. Meni uyimda atrofiga ko'chaga chiqmasin, haqiqatni gapirmasin deb probatsiya xodimlari, yana bilmayman, grajdanskiydagilar, ota-onam borgan. Onam, mana bir qo'shnilarim, bir qo'shnim ham 3 million pulni mahalla raisasimi kim qaysi biridir yegan, hozir taftish o'tkazyapti ekan. Hali aniqlik beramiz deb. U kambag'al, zo'rg'a kun ko'rib yurgan bir ayolni o'quv markaziga joylashtirdik deb o'zi ko'rmagan 3 so'mini ham 3 million pulini yegan ekan. Bu yozdi, mahallamiz yozyapti, ichki ishlar xodimi To'rayeva Shiringulga chora ko'ra olmayapti muhtaram prezidentimiz. Bugun meni farzandlarim aytishi bo'yicha